YouTube tarmog'ida bizni kuzatib borayotgan o'rtoqlar, bugun 2025-yil 24-oktyabr sanasida video olyapmiz. Pink Lady Rose Glove hayvontak o'suvchida mana bir ko'rsatib qo'ying. Hosil olganiga bitta baho berib qo'yasizlar. 6-7 yoshli olmada juda ham hosil zo'r bo'lgan. Mo'l ko'l deydi. Bog'ga kirganlaringda bahridingiz ochiladi. Mevani qarang, ob'yomni olib ne ko'rsating bizni podpischilarga. Videoni ko'rishdan oldin like bosamiz. Nimadan olma bog'ni, qanaqa olma bog' qilaydi, vali o'ylanib yurgan aka-ukalar bo'lsa, bu ham yaxshi taklif qaranglar. Bez xaladelnik saqlanadigan olma shul bo'ladi. Tangillab turibdi. Rangi Buxoroda ham, Xorazmda ham, Surxondaryoda ham qizarishiga garantiya beramiz. Opkeling. Mevani qarang, chalanavitni deb shuni aytadim endi. Rosa zo'r olgan. Endi bitta narsa, bunaqa bo'lishiga sabab kimnirdiki bo'lmayapti, bizda bo'lmayapti deganga buni qarasa bo'ladi. Yaxshigina qarov bo'lgan, buni tagiga vaqtida go'ng, vaqtida amafos, vaqtida suvni ichib bo'lgan holati. Buni Ilus tomoni noyabr oyida 25 deylik qor yog'masa dekabrda ustalaydan bo'ladi. Men o'tgan yil videosini joylaganman, dekabrda uzib. Mana hozir mashq holatda rosa yetilib turgan holati. Hammasi bas mana mashq holati, rosa yetilgan holat mana. Qizarib, zo'r bo'lgan. O'tlarni ham ko'rsatdim. Video olishimizdan maqsad qanaqa olma ekan deb o'ylanayotganlar uchun mana shu olmani ham sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Birinchi bas har yili ko'rsatamiz. O tomonlarni ham ko'rsating. Hamma tomoni bir xilda olgan bog'dir. Telefon raqamimiz 91 040 80 84 raqamlariga chiqib bemalol ko'chatini sotib olsalar ham bo'ladi. Shu bog'imizdan olib hayvon qilganmiz. Birga bir shundan chiqadi, bu ona bog'i bo'ladi. Sog' bo'linglar, bizni kuzatib borishda davom etinglar.